Ustozimiz alayhi rahmat aytib bergandilar. Bir usta oldiga bir odam shogirdiga o'g'lini beribdi. Kulolchilik. Nasıl bolani nimasiga yetganda otasi turib oldi. Chunki ota bola gaplashgan, dada, bag'i tandirlarni quraveraylik, ko'ralarni quraveraylik, men usta bo'lib qoldim. Qo'limdan kelib qoldi. Bemalol eplayapman. Tandirlarni qilishib, nimalarni qilishib, hamma yo'qda nima qilib endi ota boradi-da endi ustozni oldiga. U endi o'g'limga ruxsat bersangiz, qo'lidan kelib qoldi ancha-muncha, endi bag'ini o'zi ham eplab salma qilib oladi. Hali jicha bor, jicha o'rganish kerak. Bo'ldi, bag'ini o'zi eplab oladi. Jicha shu ro'zg'orga yordam bersin, jicha qiynalyapmiz. Qo'lidan endi ish kelib qoldi. Mayli, jicha bor edi dedi. Allohu akbar deb. Uyga kelib endi ota bola oilaviy harakatni qilishib, tovoqni nimasini kirgizishib, chinini, tarilkani kirgizishib, shuni ko'rnimadan olib taklasa challab ketaveribdi, chiziq tushib ketaveribdi. O'g'lim nima bo'lyapti? Bilmadim. Hech nima bo'lardi, yo'q bo'lmasdi.